o'rtoqlar, mana bu videoni bitta ko'ringlar. Mazkur holat O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik alomati. Holat 100% bu o'yinlarni obro'sizlantirish uchun chiqarilgan deb hisoblangan. Shu sababli ushbu qizga nisbatan qonuniy chora ko'rishligini so'rab murojaat qildim. Mani ustimdan yozib yoribdi. Men bordim Ichki ishlar vazirligiga, meni chaqirishdi. Menga hech qanaqa jinoiy ish ochilgani yo'q даже, chunki men yolg'on gapirganim yo'q. To'g'ri, oxirgi postlarim, hamma postlarim hayb bo'lgan. Bitta uyim yonganidan tashqari hammasi yolg'on. Ichki ishlarga bordim. Meni aybim yo'qligini dokazat qilib berdim. Klikimdagi videoni tagiga yordam so'rab qo'yilgan kartani ochtirdim. Ichida qancha оборот bo'lganini ko'rib chiqishdi. Даже 15 milliondan kam chiqdi, ishonasizlarmi? И вот, o'shani men dokazat qilib berdim. Даже Ichki ishlar vazirligi uyga keldi. Uyga remont bo'layotganini, ustalar borligini ko'rib, oyim bilan salomlashib ketishdi. Menga уже baribir, chunki men ichki ishlarga borganimda meni tarafimni olishdi. Menga yoqmaydigan videolarni blogerlarga hammasiga telefon qildi, chaqirishdi, videolarini o'chirib tashlashdi. O'chiradi ham. Yana men yoqmaydigan bir ikkita videolar bor, o'shalarni ham etaman, ularni ham o'chirtirg'izadi. Ну, zato epladim. Butun O'zbekistonni ovozidaman. O'zi hayb bu internetda hammani ovozida bo'lish, hamma gapirish. Internetda prям hamma gapirish bu hayb deyiladi. Chunki televizorda chiqibman. Mayli, u ham mayli. Qozog'istonni yengilligida chiqibman-da. Men prosta shok. Ну, sizlarni yaxshi ko'raman. Vohma qilganinglar uchun rahmat. Ну, men hayron qolayotgan joyim, ayrim erkaklar sizlar meni yomonlab chiqyapsizlar. Qizlar, ayollar umuman meni yomonlayotgani ham yo'q, video otgani ham yo'q. Ayrim erkaklar. Erkak degan nominglar bor. Hammasi ham emas, ayrim. O'shalarga aytadigan gapim, dash video o'ringlar. Men sizlarga hammaga bitta yozib, o'chiringlar videoni deyishga vaqtim ham yo'q. Ну, o'zingizlarga aktiv yig'ish uchun ovozlar, uni ham bilaman men, prekrasno. Vohma qilganinglar uchun rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman.